Bugün dostlarımız en kızgıdığan aynı muş işinizde mi, muşundaq beden halatınızı qandaq qılıp muşda saqlab qala alaysiz degan savolga javob berib keldim dostlar. Bunun javobi bek oddiy. Men ikkala jihatga diqqat qilaman. Birinchisi tomoq. Tomoqni yemayman emas, yeyman, har qandaq narsani yeyman. Lekin az yeyman. Shavchi to'san qilaman. Undan keyin beden qiliblashtirish kiyimni cho'qim kiyman. Bunda desam beden qiliblashtirish kiyimni tujan qilsiz deb o'ylab qolmanglar. Bu mening tutgan yo'lim. Bu men mushundaq qilish orqali tomoqimga diqqat qilish, badanimga mushundaq kiyimlarni kiyish orqali mush holatini saqlab turaman. Nima uchun bunday kiyim kiysiz degan vaqtda, endi inson emasmi? Yaxshi ko'radigan tomoqlarimizni ko'rgan vaqtda o'zimizni tutib olmay chiqib olamiz. Azroq yegan vaqtida ma badanimiz bunday kiyim bu vaqtda bu bunday shap qilib oshqozonni bosadi-chu bu. Chiqib oldim deb bizga eskartish berdi. Misherni pek yaxshi ko'raman. Undan sirt bu kiyimni kiygan vaqtda shunda issiq turamiz. İssiq turman. Undan sirt mening belda masala bo'lgandan bu kesib kesal. Endi bu kiyimni kiygan vaqtimizda xuddi birsini chiyib tutib turgandek belimga shuncha xush yoqadi. Shunga bu kiyimni davomli kiyishni yaxshi ko'raman. Bu kiyimni kiygan siri buning foydali taraflarini shunday yaxshi ko'rdim. Balki nurg'a odamlarimizga, ba'zi bir odamlarimizga ziyon qilish mumkin. Badanni chang tutib bo'lmaydi, baliyat qilib yaxshi emas degandek. Lekin endi men unda chingdab turib kiyib olmayman. O'zimning razmiridan bir numar cho'ngni ib kiyman. Kiyish jarayonimda shunday rahatsiz beharam bo'lsam kiymayman. Rahatlarni ib kiyman. Endi bu jihatda sizlarga bir narsa ko'rsatay. Mana mening ilib etgan bundaq badan kiyimlarim ko'rdinglarmi? Mana ko'rsam ham olaman. Har xillarni olaman mana. Har xil. Rahatsiz bo'lsa kiymayman. Lekin men hozir kiyayotgan o'zim obraz vakili bo'lgan mashhur hujurliqlarningki mashhur markasi chiqargan mushtaq badan qiliplash ish kiyimi bor. Mana. Men bugun kulrangni kiyib oldim. Bu sanjan tol chiqdi. Mush apparatni uzilib qoldi do'stlar. Bu mashhur hujurliqlarningki ikki rang chiqdi. Ikki rang qaranglar, ichimliksi kulrang, uni degan qara. Qandaq sanjan tol desanglar, mana mavi ko'sar shakldagi. Mana birdan aytib ko'rsatay. Mavi ko'sar shakldagi. Oldida bunda setmisi bor. Bundaq. Setmisi bor. Mana bundaq holati chiqdi. Nayt normal. Ya uzun emas, ya kalt emas. Badanni shundoq rahat holati besib turdi va. Undan keyin mavi usti badan. Oldi bilan mani kiyimiz. Kiyib bo'lgandan keyin buning keyinida bunda ilg'ishlar bor. Bilamanmi? Bunda ilg'ishlar bor. Buni itib bo'lgandan keyin mana usti kiydigan kiyim ya. Mavi, mana usti kiyimiz. Mani birinchi qadamda kiyimiz, mani ikkinchi qadamda. Mana oldi bundaq 3 kakaolik chiqdi. Men odatda bek uruqlab ketsam, ichiga eng ichiga ilib olaman. Bo'lmasa asos jihatdan eng sirtidagisi misherga ilib qo'yib, bundaq kiyman. Bundaq kiyman. Undan keyin asl badanga mani 3-qadamda mani ustiga kiyib, ichiga kirgizib o'taman. Shunga bilan badanimni bir ching tutib turgandek, nayt issiq rahat turaman. Endi yoz vaqtlari usti badanni kiymayman, rost gapsan. Usti badanni beharam qilib qo'yib, men bek isib ketganman. Asl badanni kiyman. Mani qarab kiyman. Mani. Ondan keyin endi kuz keldi emasmi? Naq bandash kiygan vaqt keldi do'stlar. Mana sanjan tol to'liq kiydim men buni. Mavi, ishtini, ma ustidagi yanjan tolsin. Shundaq to'liq holatda kiyib olma. Ya cho'yi-cho'ko kiyishimni hajdi yo'q. Bu shundaq 9-oydan boshlab havo sovishib boshlaydi o'sha vaqtlarda. Bek asqatib do'stlar. Qaysi markani kiysangiz, o'zingizga rahat holatda shundaq badan qiliplash kiyimlarni kiyib olsanglar, o'ruqlishinglarga foydasi bo'ldi. Bu o'ruqludi degan gapni qilmadim. O'ruqlishinglarga foydasi nima bo'ldi? Shu oshqozoningizning sal bosadi. Chiqarib yig'ilishning oldini oladi do'stlar. Undan keyin buni kiygan sir badaningizga shunday chiroyli bo'ladi. Men chiqib o'ruqlishimning mijosini so'ragan do'stlarimizga ikki turli javob berib keldim. Shu oz yeyman, undan keyin badan qiliplash kiyim kiyman. Bu do'stlar, undaq bo'lsa kelar qadamlar qilamiz ko'rishdi. Xayr, men cho'qib o'ruqlishinglarga bandash kiyinglar deyman. Mana mush usul yaqalash uchun sizlarga ham naklashdim. Sizlar so'rdinglar, men deb berdim. Kiysanglarmi mayli, kiymsanglarmi mayli. Mashhur markasidagi badan qiliblashtirish mushundaq sanjanda uni tanlasanglarmi o'zinglarning erkinligi va yoki boshqa markadagi mushundaq badan qiliplash kiyimlarini kiysanglarmi o'zinglarning erkinligi. Kiymsanglarmi o'zinglarning erkinligi. Bu do'stlar kelar qatmoqda bo'lamiz ko'rishdi.